Assalomu alaykum do'stlar. Kanalimda yangi rubrika, yangi video turi. Qanaqadir ma'noda o'qigan kitoblarimni qisqacha bo'lsa ham video sifatida gapirib bermoqchi bo'lib videoni olyapman. Buning uchun bu odamlarga ham foyda va o'zimga ham keyinchalik esimda qolish uchun foyda sifatida ko'rganim uchun o'qigan kitoblarimni qisqacha 2-3 daqiqalik video sifatida olib sizlarga aytib bermoqchiman. Maqsadga o'taman. Ko'rib turganingizdek bu kitob Scott Adamsning kitobi How to Fail at Almost Everything and Still Win Big. Tarjimasi shu ko'p narsada yiqilib turib ham yutish mumkin sifatida, ya'ni tarjima qilingan. Va bu kitobda 4 ta asosiy sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan olgan narsam haqida aytib bermoqchiman. Birinchisi, Scott Adams nima deydi? Sistemalar va maqsadlarni demak solishtiradi va aytadiki, maqsadlar deydi bu o'sha luzerlar uchun deydi. Chunki maqsadga erishganingizdan so'ng birinchidan maqsadga erishguningizgacha bu o'zingizni qandaydir baxtsiz his qilasiz, toki uni erishguningizgacha. Erishganingizdan keyin o'zingizni bo'sh his qilasiz va keyingi maqsadda ya'ni qidirishni boshlaysiz. Shuning uchun uni o'rniga bu sistemalarni taklif qiladi. Sistema bu o'sha har kuni o'sha ishni ya'ni qilish. Qanday desam tushuntirsam bo'lar ekan, ya'ni bir ishni hech qanaqa bir maqsadlarsiz qilish desam adashgan bo'laman. Ya'ni bu yerda yozganman, something you do every day that increases your odds of happiness. Ya'ni bir narsani qilasiz, o'sha bugungi qilgan ishingiz bilan baxtli bo'lib, ya'ni davom etasiz va bu sizning muvaffaqiyatingizni, demak, shanslarini oshiradi. Ikkinchisi, bu ko'pchilik biz vaqt boshqarish haqida gaplashamiz, manage your time deymiz. To'g'ri, vaqt boshqarish juda ham muhim, lekin Scott Adams energiyani boshqarishni, demak, targ'ib qiladi. Nimaga? Chunki siz eng zo'r ishingizni, ya'ni eng zo'r ish emas, ishni zo'r qachon qilasiz? Qachonki sizda energiya bo'lsa, shunga xohish bo'lsa, ya'ni xohish ham albatta energiyadan kelib chiqadi va shuning uchun ham energiyani boshqarishni u demak juda ham muhim deb biladi va bunga energiyani qanday boshqarish, bu eng asosiy narsalar bu sog'lom ovqatlanish va uyqu. Ya'ni shu ikkita narsani u juda ham ya'ni yo'lga qo'yib olishni maslahat beradi. Ya'ni agar odamda yetarlicha uyqu bo'lmasa yoki juda ham ko'p uxlab olsa, albatta bu o'zlaring bilasizlar, yaxshi natijalarga olib kelib, yaxshi narsa emas. Yeyish to'g'risida bu o'sha to'g'ri ovqatlanishni ilgari suradi, chunki agar inson o'sha yog'li ovqat yeb, noto'g'ri ovqatlansa, bu albatta energiyasiga ta'sir qiladi. O'zlaring yaxshi bilasizlar. Qachonki biz sog'lom ovqatlanib, to'g'ri o'sha protein deymiz, belok deymiz, shu narsalarni o'rniga qo'ysalaring, albatta energiyalaring ham kuchli bo'ladi. Xo'p, va mashq qilishni ham aytadi albatta. Inson har kuni yoki kunora haftada demak fiziki mashq qilib turish kerak. Uchinchisi aytadiki, san deydi bir narsada zo'r bo'lishing shart emas. Ya'ni juda shans bu kam. Misol uchun basketbol player deb keltiriladi bu yerda. Ya'ni dunyoda birinchi raqamli basketbol player bo'lishing bu shans kamroq. Uni o'rniga deydi, sen bir necha narsalarda yaxshi, pretty good deydi, ya'ni inglizchasiga shu pretty good bo'lsang, seni shansingni oshiradi muvaffaqiyat bo'lishingga. Misol uchun basketboldan ozgina deylik, psixologiyadan ozgina, dasturlashdan ozgina. Ya'ni shunday sifatida, ya'ni shunday misol keltiradi. To'rtinchisi bu passion deymiz biz, bu qiziqish deydimi, shaxsan o'zimni o'ylantirib qo'ygan bu demak aytgan narsasi, passion is overrated deydi. Ya'ni odam qanday tushuntirsam ekan? Biz aytadi, passionimiz deydi, biz juda qiziqishimiz kuchli, biz kuchli bas narsalarda. Ya'ni misol uchun men samolyotlarga, bu narsalarga passionim bor shaxsan, lekin unda hali professional basman. Lekin u aytadi, biz passion bo'lamiz qachonki biz o'sha sohada yutishni boshlasak deydi. Va nima deydi? Hech qachon qanaqadir haligi iskrani kutma, sparkni kutma deydi. Sistemani qiyin, ishlagin,
va o'sha qilayotgan ishingdan qanaqadir yutuqlarga erishsang, o'zi passion keladi deydi. Juda qiziq kitob, juda qiziq kitob. O'zi Scott Adams haqida qisqacha. Scott Adams bu Dilbert degan mana komikslar muallifi, juda mashhur Amerikada komikslar muallifi va juda ham ko'p proyektlar qilgan, kitobida yozgan. Juda ham ko'p proyektlar qilgan, dasturlashlar ham, o'yinlar ham qilgan, lekin hammasi fail bo'lgan va u yerdagi har bitta faildan juda ham qanaqa darslar olgani, nima uchun keyinchalik foyda bo'lgani haqida yozib ketgan. Albatta o'qinglar, juda ham foydali kitob, qiziqarli kitob, kulgili kitob eng ayniqsa, chunki bu komikschi, bilasizlar, komediya, ya'ni yumor, uzr, yumori bu odamni juda ham kuchli. Maslahat beraman, birinchi video like bosib qo'yasizlar deydi. Ko'rganlaring uchun rahmat. Salomat bo'linglar.